Salom. Men Abdulla Saidkamolov, psixolog, gipnoterapeutman. Azizim, mani kanalimda nima qilayotganingiz haqida o'ylanayotgandirsiz. Bu insondan nima o'rganar ekanman deyotgan bo'lsangiz kerak. Shuni bilingki, men sizman. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Men sizni ichki holatingizman. Azizim, siz ichki kuchingizni nimalarga qodir ekanligini hali yaxshi bilmasangiz kerak. Buni tushuntirishni boshlayman. Ayolda shunaqangi kuch-qudrat, energiya bo'ladiki, butun oilasini, jamiyatni yorita oladi, o'zgartira oladi. Chunki ayolda erkaklarga nisbatan 3 barobar yuqori energiya bor. Ayol xohlasa, hamma narsaga erisha oladi. Pul, muvaffaqiyat, sevgi, barchasini hayotiga torta oladi. Ayolda 40 ta jon bor. Unda metin iroda, chidam, sabr, quvvat, hammasi bor. Bilasizmi? Ko'pchilik ayollar o'zini sevmaydi. Mehr e'tiborni esa farzandidan, eridan yoki atrofdagilardan kutadi. Kutib yashab umrini o'tkazaveradi va insonlarga qaram bo'lib qolishadi. O'zini sevgan insonni hamma sevishni boshlaydi. Turmush o'rtog'i ham, farzandi ham, atrofdagi hamma hurmat qilishni boshlaydi. Marafonni birinchi kunidan boshlab sizga o'zingizni sevishni, o'zingizni hurmat qilishni o'rgatamiz. Bu egoizm emas, bu xudbinlik emas, yo'q, bu o'z qadrini bilish. Asl sevgi o'zimizdan boshlanadi. Men sizga shunday sirli texnika beramanki, o'zingizni sevishni boshlaganingizdan keyin sizda stresslar, depressiyalar deyarli kuzatilmaydi. Marafonning 2-kunida sizga pul bloklaridan xalos bo'lishni o'rgataman. Bolalikdan bizga o'rgatishgan ortiqcha pulni ishlatma, pul kir narsa, ko'p pul topish qiyin, pul dushman degan tushunchalarga biz cheklov qo'yamiz. Azizim, pulga qaraganingizda qanday hissiyotlar o'tyapti? Unga erishish qiyin, unga faqat ortingda katta odamlar bo'lsa, ularni poddershkasi orqali erishsa bo'ladi. Bo'lmasam hech narsa qila olmaysan degan xayollar o'tyaptimi? Aynan mana shu bloklar hisoblanadi. Marafonda sizga pul bloklaringizdan qutulishni o'rgataman. Undan keyin hayotingizga katta pullar kirib kelishni boshlaydi. 3-kunda esa turmush o'rtog'ingizni o'zingizga ipsiz bog'lashni, eringiz orzusidagi ayolga aylanishni o'rgataman. Juda ko'pchilik ayollarning qiladigan xatosi turmush o'rtog'iga ona bo'lib olishadi. Tergayveradi, eriga pretenziya qiladi yoki eriga nafrat ko'zi bilan qarashni boshlaydi. Erini bitta aybini eslaydi-da, ertalabdan kechgacha eriga yomon tilaklar qilib yuradi. Mana shu nafratlarni hammasini chiqazishni o'rgataman. Agar eringizga nisbatan sizda nafrat bo'lsa va uni qoralash bo'lsa, uni qandaydir xarakterini yoqtirmasangiz, unga salbiy ta'sir qilishni boshlaydi. Sizni energiyangiz yomon ta'sir qiladi. Eringizning daromadi tushib ketishi bo'ladi. Qarzga kirib ketishlari paydo bo'ladi. Men sizga eringizga nisbatan nafratlardan chiqishni o'rgataman va siz ilohiy sevgiga erishishni boshlaysiz. Eringizning orzusidagi ayol bo'lishni bir nechta sirli texnikalari bor. Bularni marafonning 3-kunida ochib beraman. Marafon siz kutishingizga, qatnashishingizga va tayyorgarlik ko'rishingizga arziydi. Chunki bundan avvalgi marafonimda 10 minglab ayollar qatnashgan va ijobiy natijalarga erishgan. Mana o'zimga juda ham ko'p murojaatlar bo'ladi. Qanday? 10 yillab yecholmayotgan muammolarimga yechim topdim. Oldin qayerda edingiz? Rahmat deb minnatdorchiliklar bildirishadi. Marafonda siz Allohni sevishni, ayol o'zgarsa hamma o'zgarishini, ayolning ichki qudrati nimalarga qodir ekanini o'rganasiz. Marafonda boshqalar pulga sotadigan bilimlarni bepulga beraman. Hayotingizni o'zgartirishiga sabab bo'ladigan marafonda ko'rishguncha.